Nima uchun qo'rqadi? Bugun menga ko'p tushadigan murojaatlardan bittasiga javob bermoqchiman. Direktdan ko'p yozishadi. 25-27 yoshli yigitlar qo'rqoqman, qo'rqaman, yuzma-yuz gaplasha olmayman, duxu oshirib bera olasizmi, o'rgata olasizmi deb so'rashadi. O'rgatishdan oldin men tushuncha bermoqchiman. Nima uchun qo'rqadi? Qaysi vaziyatda? Ko'chadami, ishxonadami, mahalladami, kimdir ta'zib o'tkazyaptimi unga? Oddiy yigit masalan, kuniga 12-14 soat ishlab yuribdi, sportga chiqishga vaqti yo'q yoki sog'lig'i to'g'ri kelmaydi, kam ovqatlanganiga jussa ham kichkina. Qanaqadir vaziyatga to'g'ri kelib qolyapti yoki kimdir unga ta'zib o'tkazyapti. Bu haq, narigi odam nohaq. Nohaq odam uni nimadir tortib olyapti, yo qanaqadir vaziyatda u nohaq, uni birga urushga chaqiryapti. Bu urushib turib unga yutqizib qo'yadigan bo'lsa, nohaq odam, nohaq joyda haq bo'lib ketmaydi-ku. Nohaq odam u payt o'zida bor narsadan foydalanyapti. Masalan, uni oyoq osti qilish uchun o'zida bor kuchidan, gavdasidan, yo yonida 3-4 sherigidan. Bunaqa paytda bu odamga bunda bor narsa nima bor? Qonun qoida bor bunaqa vaziyatlar uchun. Hech kim sizlarni masalan oyoq osti qila olmaydi. Hech kim sizlar tinchlik buzishga haqqi yo'q. Qo'rqishga asos yo'q. Hamma narsani kuch hal qilmaydi, hamma narsani jussa hal qilmaydi. Bu unaqa paytda qonun qoida bor. Murojaat qilinsa, hech kim ularni terpillarga chiqarib yubormaydi. Bu terpillar o'zi sakrab qo'yib, o'zi yeb qo'yib, o'zi yozib oladigan odam bu terpillar. Shuning uchun qo'rqishga hech qanaqa asos yo'q. Duxu oshirish uchun zo'r maslahat hayotiy soqqani bosish kerak.